Assalomu alaykum, bizden ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan podpischilar. Xudo xolasa Toshkentdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Olib kelib shuningdek chiroyli etib ustan olib ketdik. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bir yandan obzor etib tanishtirib o'taman. Mebelimizda patolog ishlab berganmiz. Balandlarni mokriy, pastlarni jemchuq suvetda chiroyli etib ishlab berganmiz. Bayanlarda qat yo'llari bor. Qat yo'llarni mebellarimiz bilan chiroyli etib yopib berdik. Bayanlarni esa o'zgacha stilda neobishni tortib etib tayyorlab berganmiz. Tuz, buz, moy qo'yishlari uchun. Baland ham shuningdek bo'lgan, ishlashlari yengil, osilib qolmaydi. Mebelimizga 2 yil garantiya berib tayyorlab berdik. Keyin pastlari tandem mexanizm tortma bo'lgan, 30-40 kiloga yukni bemalol ko'taradi, ishlashlari ham yengil. Keyin bayanlarda musor idishlarini ham qo'yib berganmiz. Klientimizga udobniy bo'lish uchun eshiklar vakuumli qulobdan qo'yib ishlangan. Moykalari full moykadan qo'yib ishlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma funksiyasi bor. Keyin bayanlarni shuningdek o'zgacha neobishli stilda qilib tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Shunga chiroyli bo'lib, yopishdan, ochishdan udobniy bo'ladi. Keyin bayanlarida xonadonliklarni qo'yib, xonadonliklarni mebelimizning eshigini o'rnatib berganmiz. Ochilganda ikkisi bir ochiladi. Yopganingizdan keyin ham xonadonlik ko'rinmay, chiroyli bo'lib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Sifati yuqori darajada bo'lgan. Stollarni ham eranskiy yaxshi stoldan qo'yganmiz. Pichoq bilan chapgandan iz qolmaydigan. Shuningdek chiroyli etib tayyorlab berdik. Bu mebelimiz, bu kvartiramizning hamma mebellarini tayyorlab berdik. Bu oshxona mebel bo'ladi. Hozir bayanlarni ham bir qator obzor etib tanishtirib o'taman. Bayanlarında garderoblarni ham chiroyli etib tayyorlab berganmiz. Dapatolog etib ko'rishingiz mumkin. Buni ruchkalarni ham neobishni o'zgacha stilda ruchkalarni qo'yib chiroyli etib ishlab berganmiz. Keyin bayanlari yumshoq mebel bo'lgan. Bayanlarning patinka kiyim ildirish uchun veshilchalar ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Keyin spanniga dapatolog etib shkaf, shuningdek chiroyli etib shkaf tayyorlab berganmiz. Usti shkalan svet, pasti oq svetda qilib, buni ham ruchkalarni neobishni o'zgacha stilda qilib chiroyli etib tayyorlab berganmiz. Eshiklari vakuum bo'ladi, ustilari push mexanizm bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, zazovlar ham bir xilda tekis etib chiroyli etib tayyorlab berganmiz. Keyin spannilar ham bosh uchi dapatolog bo'lgan. Buning yonboshini chatolmadik, chunki ichining karkasini egasi aytdi. Ugonlikda o'zim chataman dedi. Bize yonboshlarni tayyorlab, shurada chiroyli etib qo'yib berdik. Chak chetini shunday chiroyli tortmali qilib to'mishkalarni ham tayyorlab berganmiz. Buning ham roliklari vakuumli rolik. Hamma yerini 100% puxa plastikdan sifatli etib tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Keyin bu yanda zal uchun televizorga shuningdek trizona tayyorlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Sifati yuqori darajada bo'lib chiqqan. Oynalari qalin shisha yaxshi oynadan, ramkali oynadan tayyorlab berganmiz. İçining pasvetkalari ham bor, uni yoqolmadik chunki bu yerda tok kelmagan ekan. Hali montaj ishlari ketib turgani uchun uni yoqolmadik. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga bemalol murojaat etaverasizlar. Tanlovda adashmang.